Assalomu alaykum, sizlar bilan Suhrob O'zbisaidov kanali. Demak, bugungi video obzorimizda nima haqida gaplashamiz? Bugungi video obzorimizda sizlar bilan CryptoAvaz 2025 tadbiri yoki umuman olganda platforma yoki organizatsiya desak ham bo'ladi. Umuman olganda bu tadbir haqida gaplashamiz. Buning umuman olganda organizator kompaniya bu qaysi kompaniyaga kiradi? Crypto Summit bilasizlar. Crypto Summitga aloqador bir nechta kontentlarim bor va ular bilan shu aloqador kontentlar chiqarib borganman. Kimlardir masalan biletlar sotib olgandir, masalan, balkim meni auditoriyamdan, balkim umuman olganda Crypto Summit bu Rossiyada bo'ladigan tadbirlardan biri va umuman olganda nafaqat Rossiya, balki SNG davlatlari, ya'ni MDH davlatlari. Bularga masalan bizda O'zbekiston kiradi, Qozog'iston, Qirg'iziston bo'lishi mumkin, yana Tojikiston, Turkmaniston va hokazo. Umuman olganda o'sha MDH davlatlarga kiriladi masalan shular. Так, o'sha davlatga kiradigan dagi fuqarolari bemalol o'sha Crypto Summitda ishtirok etishi mumkin. O'zi yilda 2 marta bo'lardi va bu yilgisi 2 marta уже bo'ldi 2025da va shu bilan 2026-yil mart oyida kutilyapti va Crypto Awards 2025 esa mana shu 2026-yil 23-yanvar kuni mana shu Moskvada, Moskvaning sentrida, to'g'rirog'i Atmosfera degan obyektda bo'ladi, joyda. Siz bemalol o'sha yoqda ishtirok etishingiz mumkin va uning plus tomonlari bu hamma uchun, ya'ni nima desam ekan, sayt bilan albatta tanishib chiqing va sizlar uchun video davomida ko'rib borsangiz sizlarga albatta sovg'am bor, to'g'rirog'i. Albatta, videoni oxirigacha, boshidan oxirigacha ko'rsangiz, albatta buni tushunib yetasizlar. Так. И bu CryptoAwards'da nimalar bo'ladi? Umuman olganda, siz bu nafaqat tadbir, mana shunaqa tadbir bo'ladi. Yebichar umuman olganda как развлекательный, dam oladigan tadbir bo'ladi va u yerda siz hamma taqdirlanadi. Qanday? Kompaniyalar bo'lishi mumkin yoki blogerlar bo'lishi mumkin kripto bo'yicha va o'zingizda nomzodingizni ham bu yerga qo'yishingiz mumkin. Masalan, yuridik kompaniya, kripto bo'yicha yuridik kompaniyangiz bor bo'lsa, o'shanga nomzod sifatida qo'yishingiz mumkin yokida umuman olganda kripto birjamisiz, nomzodingizni qo'yishingiz mumkin. Yokida umuman olganda kripto bo'yicha blogermisiz, nomzodingizni qo'yishingiz mumkin. Umuman olganda hamma ishtirok etsa bo'ladi va shular bilan ishtirok et nafaqat o'zingiz ham o'sha taqdirlaydigan odamlarni ko'rib, kofe breyk va hokazo yeb ichar, furshet shunaqa narsalar ham bo'lsa kerak. Umuman olganda bilet sotib olishingiz mumkin. Aytgancha biletda Uzbisaidov deb yozsangiz, xuddi kanalimda, YouTube kanalimda qanday nomlangan bo'lsa, xuddi shunday Uzbisaidov deb yozsangiz, albatta sizlarga 10% gacha chegirma beriladi. Va siz o'sha standart biletdan уже mana shu sotib olishingiz mumkin. И yana aytgancha, menda уже allaqachon bor. Sizlar ham sotib olingizlar, balkim uchrashib qolarmiz. Уже menda bor deganim, man tez orada borib qolishim mumkin. Mana shu CryptoAwards'da ishtirok etishim mumkin, nasib xudo xohlasa. Va undan tashqari nafaqat men, balki o'zimizda shu Uzbisaidov brendining, hamjamiyatimizning brendini, logosi tez orada saytlarda joylanadi. Kuzatib boringizlar va albatta o'sha kirgan paytingiz o'sha stendda bo'ladi. To'g'rirog'i hozir qayerda bo'lishlarini ko'rsataman saytda va mana shu joylarda brendlar turibdi-ku, o'shalardan birida bizniki ham nasib xudo xohlasa bo'ladi. Umuman olganda aniq. Faqat hozirda nafaqat biz, balki boshqa kompaniyalarning ham logosi yig'ilyapti. Shuning uchun nasib xudo xohlasa shulardan biri biz bo'lamiz. O'sha turing. Va esdalikka albatta rasmiy tushirib, meni atmetga qilib qo'ysangiz ijtimoiy tarmoqlarda yanada xursand bo'lardim shu. Va sizlarga o'sha to'g'rirog'i promokod orqali foydalansizlar va olingizlar. Albatta qanday qilib sotib olish va hokazo hammasini tushuntiraman va albatta video sal obzor qilib beraman o'sha o'zining официальный saytini. Mana 23-yanvar Atmosfera degan o'sha bo'limida bo'ladi. 2006-yil Moskvada, sentrida bo'ladi va hokazo. Ежегодный har yili bo'ladi. Masalan, Crypto Summit bo'lgandan уже bunga nomzodlar yig'iladi, o'zini nomzodlar yig'iladi va hokazo biletlar sotilishi boshlanadi va siz nafaqat bu yerda, balki Crypto Summitda ham bemalol olishingiz mumkin shunday. Bu umuman olganda har bitta davlatda, umuman olganda har bitta mamlakatda o'sha taqdirlash marosimi bo'ladi
va ko'plar bo'lishi mumkin, ko'p bo'lishi mumkin. Onlayn bo'ladi, lekin offlayn, ya'ni shunaqa yuzma-yuz networking qilish va hokazo, tanish bilish ortish va hokazo. Umuman olganda, siz o'zingizda fanat bo'lsangiz, umuman olganda shunaqa offlayn tadbirlar yo'q, ya'ni o'tkaziladigan. Va faqat Rossiyada bittagina mana shu tadbir bor, shundan ishtirok etishingiz mumkin. Balkim O'zbekistonda hali bunaqa narsalar Fintech assotsiatsiyasini ko'rdim, ну, Crypto Awards degan o'zini O'zbekistondagisini ko'rganim yo'q. Xullas, kriptoga aloqador kompaniyalar bilan odamlar hammasi mana shu yerga yig'iladi, xullas. Oddiy odamlardan tortib eng zo'r lider, kit va hokazo hammasi yig'iladi shunda. Ну, albatta shu, agar qiziqsangiz shu bilan bemalol sotib olib ishtirok etishingiz mumkin. Ayniqsa buni Rossiyadagi tanishlaringizga, kripto bo'yicha shug'ullanadigan, ishlaydigan odamlaringizga umuman olganda Rossiyadagi tanishlaringizga yuborib qo'yingizlar va sizlar ham xohlasangiz boringizlar, shunday. Так, mana bu yerda ko'rib turibsizlar, Kriptoavazi 2025 ofitsialniy o'zini logosi, to'g'rirog'i, главное deb qo'ygan assotsiatsiyaga ega bo'lsangiz, o'zi shunday ko'rinadi va hokazo. Premiyalarda tanishib chiqishingiz mumkin, umuman olganda qanday premiyalar bor. Mana shunaqa premiya, ya'ni sovrin, shunaqa sovrin beriladi. Sizlar kompaniya yoki umuman olganda biznesingiz bo'lsa kripto bo'yicha o'sha nomzodingizni qo'yishingiz va blogermisiz, umuman olganda istalgan odam o'zini nomzodini qo'yib, yetarlicha ovoz olsangiz, shu taqdirlash anavi sovrinni qo'lga kiritasiz, shunday. Va diplom ham albatta berishadi deyishdi. Etaplari demak ko'rganingizdek, mana прием заявок, ya'ni ariza berasizlar 15 dekabrga qadar hali vaqt bor va keyin уже пользовательский голосование, ya'ni siz ovoz yig'ishni boshlaysiz to 15 yanvarga qadar, ikkinchi qadam. Uchinchi qadam esa 23 yanvar kuni taqdirlash marosimi bo'ladi. Так, nominatsiyalar qanday nomzodlar qo'yish mumkin, qanday kategoriyadagi ko'rib turishingiz mumkin va men ham albatta nasib qilib bo'lsa qo'ymoqchiman. Umuman olganda tez orada plan qilyapman, qo'yaman va iltimos qilib qo'ygan bo'lardim. Shuncha paytgacha sizlar bilan birga ishlab kelyapmiz va albatta o'sha men ham iloji boricha ovoz yig'ishga va sizlar ham qilishlaringizga. Masalan, ну, так, интерфейс, так, SMI, так, проект трейдер, Telegram kanaliga qo'yish mumkin. 3 ta kategoriya, безопасность, социальный, так, rosa ko'plar bor ko'ryapsizlar. Influencer bo'limiga qilishim mumkin. Так, образовательный deb qo'ygan, masalan, o'sha proyekt bo'lishi mumkin, o'shanga qo'yishim mumkin. Лучший kripto blogerga qo'yishim mumkin, influencer. Так, высокий va boshqa kategoriyalar qo'yaman. Albatta ko'rib chiqingizlar, umuman olganda rosa ko'p narsalar bor. Kripto birjalar bo'lishi mumkin, mining fermalar bo'lishi mumkin. Mana лучший kripto birja для российских пользователей, rossiyalik foydalanuvchilar uchun eng yaxshi kripto birja. Men o'ylayman, umuman olganda Binance deb o'ylayman, lekin BingX ham ko'plar taxmin qilyapti, balkim BingXdir, shunday. Ну, siz meni qaysiga nomzod qo'ygan bo'lasiz? Albatta o'shani ko'rib chiqib, kommentariyda qoldirsangiz juda ham xursand bo'lardim va men ham o'sha talab va takliflar o'rganib chiqib, o'zimni ham qo'yib, shundan solishtirib, keyin уже nomzodimni qo'yishni boshlayman. Так, ну, keyin nominatsiya ko'rdik. Победительlar уже bu necha yillardan beri nishonlanib kelyapti va ko'rib turibsizlar, kimlar победительlar, masalan, ko'rib chiqaylik, давайте. Так, Bitok bu лучший email servis, ya'ni moshennik kompaniya, fakeовый coin va hokazo ishlarni aniqlash bo'yicha kompaniya va bu odamni ham taniyman, buni brendi kompaniyasini ham taniyman, sovrindor deb o'ylayman. Лучший email servis bo'yicha meni fikrimcha to'g'ri qilibdi. Masalan, BingXni ham bilaman, yaxshi kripto birja для российских пользователей, ko'rib turganlaringizdek. Bu odamni bilmayman, brendni bilsalaringiz kerak BingX va P2P servis, buni bilmadim lekin. Так, buni odamni ko'rganman, tanimayman. Bular distributor mining оборудование, ya'ni mining qilmoqchi bo'lsangiz, siz uchun distributor kompaniya, mana shu kompaniya ekan. Так. Ну, algoritm kompaniya, uch mining kompaniya полного цикла. Umumiy sikl bo'yicha mining algoritm degan kompaniya ekan, ko'rib turganlaringizdek. Buni ham ko'rganman. Так, и лучшее мероприятие по криптовалюте, demak, kriptovalyuta bo'yicha umuman olganda eng yaxshi мероприятие o'sha aytgan Crypto Summit 2000, Crypto Summit va organizatori Zyuzin, mana ko'rib turganingizdek Aleksandr. Ularni ham bilaman, to'g'ri qilishibdi. O'zi umuman Rossiyada zo'r blockchainlar, boshqalari ham bo'ladi-yu, u endi unchalik emas. Ну, Rossiyani o'ziniki mana shu hisoblanadi. AWX, лучший сервис обмена электронных валют, ya'ni shu elektronlik valyuta, kriptovalyuta bo'yicha обмен bo'yicha to'g'ri, do'kon yoki umuman olganda как типа обмен
platforma bo'lsa, mana shu Adobe Play Store qilishdi. Bu odamni ham taniyman masalan, va hokazo. Так, Sepu blockchain, Krypton, Oleg Polunyan bular kripto influencer, ya'ni kripto bloger bo'yicha sovrin qo'lga kiritishibdi. Mana bu odamni ham taniyman, to'g'ri qilishibdi. Mister Saylor buni ham yaqinda tanib qoldim. Shu videoblog kripto kontent yaratish bo'yicha man olganda olishibdi. Buni ham yaxshi to'g'ri qilishibdi. Qo'yganlarimni bilmadim. Так, yana так, лучшая юридическая компания jeni tilagan ekan kripto industriya bo'yicha. Так, yana bunday. Men лучший digital художникка Zaxarkini qo'ygan bo'lardim, lekin bu odamni tanimadim boshqa. Ko'rishibdi. Qiziq. Так, jyurilar kimlarligi hozircha chiqmagan. Kontaktlar bo'yicha shu bog'lanasizlar. Albatta, sizlar bog'lanmasangiz, sizlarga javob bermagan bo'lsa, albatta lichkamni qoldiraman. Biletlarni sotib olish bo'yicha qanday yoki umuman olganda shularga bo'yicha kontaktlar bilan organizatorlar bilan bog'lanmoqchi bo'lsangiz, hamkorlik va hokazo. Umuman olganda o'sha Crypto Awards 2025 ga aloqador va biletlarni sotib olishda qandaydir muammolar bo'layotgan bo'lsa, savollaringiz bo'lsa, bemalol o'sha tortinmasdan shu lichkaga murojaat qilishingiz mumkin. Bajonidan shu tayyorman bemalol sizlar bilan ishlashga. Shu. Так, подать заявку. Заявка qanday beriladi? Mana bu forma bor. В kompaniya kiritilar ekan masalan. Kompaniya qaysi birini belgilaysiz, masalan, shunga belgiladingiz, masalan, kontaktni litsoyingizni yozasiz, email qanaqa, telefon, другой kontakt va hokazo yozasizlar. Keyin уже купить biletga esa mana shu saytdan olinadi. Qaysir Ticket Club degan. Так, Так, mana shunday 5000 rubl turibdi. Bitta olasizlar. Endi balkim bir nechtalar, qancha olishingizdan qat'iy nazar, masalan. Ну, bitta olaylik, masalan, хотя бы odam bitta oladi, masalan. Есть промокод deb qo'ygan. Bosasizlar, masalan, boshqa tillarga ham qilsangiz bo'lar ekan, masalan. Ну, Ozarbayjon boshqa o'zbek tili ham bor ekan. O'zbek tili yo'q ekan hozircha. Ну, saytlarda перевод qilib bunday qilib olsa ham bo'ladi. Mana yozasizlar, masalan.